Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana sizlarga reabilitatsiya jarayonimizni, ish jarayonimizni ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etinglar, hammasi oldindan. Yurayotganmidingiz? Mashq qilyapsizmi axir? Yo yana qo'rqayapman deb yotib olyapsizmi? Yo'q. Bizga eshitib qolganda. Tashlab ber desangiz tashlab qo'yamiz. Albatta mashaq kerak. Shunday yani. Hozir ahvollar ancha yaxshi bo'lgan bo'lsa, zamon turib ozgina uzoqqa bir oy ikki oy. Avvalda o'zlari qancha ko'p harakat qilsa, yengib o'tib yashib ketadi. Agar agar dangasalik qilib, Dangasalik yo'q, xurishdan. qo'rquv va shunaqa bo'lsa, orqaga tortadi bu narsalar. Ha, aka. Ko'proq mashq qiling deyman. Qachondir futbolga boramiz endi. Endi bu yerga amakim ikkalamiz boramiz-da, aka. Qo'lingizni ushlab olingchi birga. Tepaga ko'taring mashqlarimizni. Ha, shunday. Yaxshilab ochavering. Sanayapsizmi? Nechta bo'ldi? Yo'q, yo'q. Sanamayapsizmi? Yelka og'rimayaptimi endi? Yo'q. Endi qarang. Qo'lingizni pastga qo'ying, gavdangizni ustiga tushirib, tepaga qo'limga tekkizdirib berasiz. Teksin, balandroq ko'taring. Ana shunday. 3 tegmadi. 4 5 14 15 malades. Chuqur nafas olib chiqarib tashlang. Bo'ladimi? Mayli. Yana bitta ko'taramiz tepaga. Qo'lingizni ochib oling bunisini. Bunday qilib orasini ochib, mana shuni ochib ko'taring. Yaxshilab. Bo'ladi. Chuqur nafas olib chiqaring. Torting oyog'ingizni. Mana. Itaring. Mo'matar berish nima? Sanayapsizmi? Nechta bo'ldi? Oxirida 10 deydilar. Ha, aka? 10 ta bo'lsa keyin aytasizmi? Onda? Hop. Bo'ladi. Bo'sh qo'ygan oyog'ingizni. Chuqur nafas olib turing siz. Nagruskani oyoqqa berib qattiq ushlamang oyog'ingizni. Turamizmi, aka? Turamizmi? Turamiz. Turib oling. Asosiy maqsad shu. Voy, malades. Shoshilmasdan. Sekin. O'zingizni bosh qo'yib chuqur nafas oling. Mana shunday. Shoshilmasdan, ehtiyot bo'lib, chuqur nafasingizni olib chiqaravering. Mana shunday. Yaxshi yurdingiz-a hozir? Sahansirash ham yo'q-a? Yo'q. Chuqur nafas olib chiqarib tashlayvering. Keyin uydagi opalarimga ham yurib bering. Faqat bizni oldimizda zo'r yurib, bularga erkalik qilib yotmang. Yo'q. Bular ham oyoq qilmaydi. Ya aytishyapti-ku opam, bizga yurib bermayaptilar deb. Ko'proq mashq qilib turing endi, xo'p? Hop. Qancha ko'p harakat bo'lsa, shuncha yaxshi. To'g'ri, xo'p. Doktorga murojaat qilganimda ular jon dildan xayrixohlik bildirib yordam berishini aytishdi. Va bu amalni boshladik. Lekin qilinayotgan hamma murojaatlar meni sog'ayib ketishimga juda katta yordam beryapti. Asosiy maqsad meni tezroq oila a'zolarimda bag'rida o'ynab ko'rishni niyat qilishgan.
ularning niyati pok. Pok bo'lgani uchun ham ular xalq orasida, omma orasida, mahallasida katta obro'ga ega insonlar ekan. Lekin hali oldin omma duo ol. Mansabini juda yaxshi tushungan holda har tomonlama duoni ham oltin ham olishga harakat qiladigan mard, halol, kuchli, intiluvchan insonlar ekan. Hammalarga bundan rahmatlar, minnatdorchilik bildiraman. Litseyna qanday bo'ldi? Amaki qanday? Yoqayaptimi litseyni olishlar? Litseynalar hammasi ma'qul. Hech qanaqa meni kamchiliklarni yo'q desa to'g'ri bo'ladi. Boshlangandan beri oxirgacha bo'lgan ahvol orasida yer osmon orasiga farq bor. Shunday bo'lgandan keyin yaxshi yomon deyishga haqqim ham yo'q. Faqat yaxshi. Bu akkarini yana bir bor isboti bu. Mendan hammaga rahmat. Rahmat sizga. Sog'ayib keting, shifoli bo'lsin. Rahmat. Charchamang. Mayli. Nimaga aynan bizada ko'p bemorlarimiz sog'ayib ketishayotganligi sababi to'g'ri metodlarga asoslangan reabilitatsiya muolajalarimiz sababli. Har bitta yo'nalishda logoped bo'lsa logoped, igloterapeut bo'lsa igloterapiya, reabilitatsiya bo'lsa reabilitatsiya hammasida o'zini mutaxassislari ishlaganligi sababli bizada yaxshi natijalar ko'rsatilyapti. Kimga shunaqa to'g'ri metodlarga asoslangan reabilitatsiya muolajalari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qiling. O'zim sizlarga podrobniy tushuntirib beraman va Toshkent shahri ichida uyingizdan chiqmagan holatda to'g'ri metodlarga asoslangan reabilitatsiya muolajalarini olish imkoniyati sizda bo'ladi.